Nexia 1larda legendasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2005-yil ishlab chiqarilgan Dehqonda o'zidan mashinamizning kraskasi asijit bo'lgan ekan. Xudo xolisa любой dokument bo'laveradi. Balonlarni ham sal yangilab olish kerak. Motor, ходовой korobka hamma yo'g'ida cho'tka holatda turibdi ekan. Metan gazlari ham bor. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun xudo xolisa 2,5 ming dollardan o'tkazib beramiz deyapti. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Shoshilasiz zo'r narxda. Aka, telefon raqami nechi? 88lik 836 836 30 30. Gentra laqabli Lacetti qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2009-yil ishlab chiqarilgan, bunga 2023-yil ishlab chiqarilgan kuzov bosilgan ekan. Mashinamizda Amerikan kopterlari ham bor. Mexanika korobkada yurgan masofasi 290 ming. Narxi ham xudo xolisa qiziq. Bu mashinamizni Lacetti Gentra qilgandan ko'ra yangi kuzov bosib qo'ysa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 5500 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Yaxshi narxda, shoshilasiz zo'r narxda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 99lik 907 3001 Sparklarning narxiga Cobalt minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2015-yil ishlab chiqarilgan mexanika korobkada mashinamizda kapoti va krilosida kraskasi bor ekan. Yana o'zinglar uchun bir qator tekshirib olasizlar. Yaxshi balonlargacha qo'yib qo'yilgan. Yurgan masofasi xudo xolasa Toshkentga ko'p qatnagan ekan, 336 ming ekan. Bu mashinamizda metan gazlari ham bor. Bu mashinamiz arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 5900 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari 99lik 903 0267. Sparklarning puliga Cobalt minaman deyotgan obunachilarimiz uchun Nexia 2 ni puliga deng, Nexia 1 ni puliga. men kemasdan birga gaplashamiz. Ana gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat, qaysi gruppada? Arzon vodiyda. Spark Matizlarning puliga desam bo'lmaydi endi. Baribir Spark yaxshi. Nexia 1, Nexia 2 ni puliga aziz obunachilarimiz, Cobaltimiz bor. Mana shu narxlarni sindirish bo'yicha arzani menda tirs solamiz. Yazida bosamiz. Birinchi mashinasidan akamiz yaxshi foyda qilib bo'lganiga buni iziga beraveraman deyapti. Olgan narxiga 5400 bo'lgan ekan. Ko'niga yo'l topsalar o'tib ham beraveradi aka. Yaxshi odamga o'xshab turibdi. Yurgan masofasi 258 ming. Metan gazlari ham bor. Mexanika korobkada. Xudo xolasa tomdan past kraska ketgan. Bu akamizga 50% deb kraska debdi. Bir qop temirga sotaman deyapti. Telefon raqami necha aka? 94lik 94lik 063 063 67 88. 6788. Obunachilarimizga aytamiz, O'zbekiston vaqti bilan 21:00 dan keyin besta qilmaymiz. Unga u jarayonga to'g'ri любой bilan telefon qilishaveradi. Maslahat ko'rchilarga maslahat qilib, kengashib telefon qilaveramiz. Devo mashinamiz yana kelishgan holatda barterimiz bor. Bank naqd pul. Biz bank sotmaymiz. Endi misol aytib qo'yamiz, nasiya variantimiz yo'q. Nexia 2 legendalardan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2013-yil ishlab chiqarilgan kraskasi 3 ta joyda petnosi bor ekan, bir qator tekshirib olsalar 10-15% deyapti egalari. Dehqonda o'zidan yurgan masofasi xudo xolasa hozir ko'rib qo'yamiz. 365 ming bo'pti. Bu 1.6 dons, lyuks konditsionersiz. Nasamiki yevrosidan ekan. Gidravlikalari bor. Metan gazi ham bor. Bu mashinamizni 3700 dollarga berishmayapti, qo'shilsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Aka, telefon raqami nechi? 93lik 035 24 47. Tayyor holatda yili yangi Cobalt qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2024-yil ishlab chiqarilgan kraskasi toza, 4 yumshoq, chiroyli balonlargacha qo'yib qo'yilgan. Mashinamiz xudo xolasa yurgan masofasi 24 ming. Eng qizig'i Dehqonda o'zidan metan gazlari ham bor, chexol poligi bor. Xudo xolasali mashinamiz tayyor holatda. Bu mashinamizni 11500 dollarga berishmabdi, qo'shilsa beramiz deyapti. Oldindan 8000 dollar puli bo'lsa ham halol narsaga kelishaveramiz variantga deyapti egalari. Xudo xolasa telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Aka, telefon raqami nechi? 90lik 90lik 144 144 1401. Avtomat korobka Nexia 3 qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2022-yil ishlab chiqarilgan kraskasi toza, 4 yumshoq balonlari bor. Mashinamiz yurgan masofasi 64 ming. Test monitorlarigacha qo'yib qo'yilgan mashinamiz, lekin benzinda ekan. Mashinamiz xudo xolasa yaxshi holatda turibdi. Bu mashinamiz arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 9400 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Balki ko'niga yo'l topsalar o'tib berar. Telefon raqami necha aka? 94lik 94lik 388 388 7007. 7007. Variantga halol nasiyaga Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun, mashina qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan kraskasi, orqa kriloda petnosi bor, bir qator ko'rsatib olasizlar. Yurgan masofasi xudo xolasa 164 ming yurgan ekan. Mashinamiz mexanika korobkada, metan gazlari ham bor. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Oldindan 3,5 ming puli borlarga 6 oydan 1 yilgacha halol nasiyaga beramiz deyapti. 1,5 mingga ham beramiz deyapti. Va davomida yangi nolovka labosi ham bor ekan. Bu mashinamiz ham xudo xolasa 5 kun bo'lib chiqqan ekan. Buni ham xudo xolasa 3,5 ming pullariga 1 yildan 1,5 yilgacha muddatga halol nasiyaga beramiz deyapti. Mashinalar ham tayyor ekan. Telefon raqamingiz nechi-ku?
Qora Gentralarda arzondan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2023-yil ishlab chiqarilgan kraskasi, orqa sapachoyida petnosi bor ekan, oldi krilosida riktopka qilingan ekan, bir qator ko'rsatib olasizlar o'zinglar uchun. Yurgan masofasi ham xudo xolasa 48 ming bo'lgan. Pakalina propan gazlari ham bor, xudo xolasa lyuk, ABS konditsioner hamma yo'q bor edi. Bu mashinamizda arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 12990 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Shoshilinglar, zo'r narxda. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Telefon raqami necha? 97lik 060 3770. Bahor kelib kunlar isitib boshladi, lekin qora mashinalardan zerikkanlar uchun oq Gentra 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi top-toza, 4 yumshoq ballonlargacha qo'yib qo'yilgan. Mashinamiz xudo xolasa yurgan masofasi ham 20 ming. Mashinamiz 20 ming yurgan. ABS lyuk konditsioner hamma yo'q boridan, lekin bu benzinda. Bu mashinamizda arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 12990 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Kami yo'q ekan. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. 97lik 060 3770. Nexia 1'larda Sons Lux konditsionerdan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi. Xudo xolasa orqa oldi butun ekan, qolgan joylarini bir qator tekshirib olasizlar. Mashinamiz yurgan masofasi xudo xolasa 179 ming yuribdi. Endi balki qaytgandir, balki o'zgargandir, lekin bu mexanika mashinamiz hamma yo'q Lux konditsionerlar ham ishlayotgan. Bu mashinamizni 2300 ga berishmabdi, qo'shilsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Dehqon do'stlar. Telefon raqam 94lik 104 55 77. Kobaltlarda ekonomishnidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobkada 4 yumshoq ballonlari bor. Mashinamizning bitta eshigi bilan benzobakda oldida petnosi bor ekan, qolgan joylari toza ekan. Mashinamiz yurgan masofasi 129 ming. Mexanika korobkada metan gazlari ham bor. Bu mashinamizni 8700 dollarga berishmabdi, qo'shilsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Aka, telefon raqami necha? 388 Deolarda birinchi O'zbekistonga kirib kelganlardan biri Espero. Mashinamiz yili 1995-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bir qator asfalt qilingan. Bu mashinamiz bog'ishlarida o'ta ham zo'r, qiziqarli bo'lgan. Yurgan masofasi 631 ming. Mashinamiz gazga ham hujjatlari bor ekan, hamma yo'g'i joy-joyida ekan, xudo xolasa. Egasini o'zidan. Bu mashinamizni 2200 dollarga berishmabdi, ustiga qo'shilsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Telefon raqamlari 90lik 544 0022. Matizlarda narxi Nexia 2000 man deyotgan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi 30% toza. Mashinamizga 4 yumshoq ballon qo'yib qo'ygan ekan. Yurgan masofasi 473 ming. Mashinamiz xudo xolasa endi bir qop temirga puliga arziydigan narxda mexanika korobkada. Bular avtomat chiqmagan. Mashinamiz metan gazlarda 1.6 dons, xudo xolasa. Arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun mashinamiz bo'ladigan 2600 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Shoshilinglar, zo'r narxda. Telefon raqami necha aka? 93lik 413 2300. Tezlik ishqibozlariga Nexia 2 1.6 dons lyuks konditsioner. Mashinamizning kraskasi oldi kapoti bilan krilosi bor ekan. Yana o'zinglar uchun bir qator tekshirib olasizlar. 15 yumshoq diska ballonlarga taqib qo'yishgan. Yurgan masofasi 250 ming, metan gazlari ham bor. Bu mashinamiz yili 2015 aytib o'tdim. Mashinamizning sidinlari ham qizdiradigan qilib qo'ygan ekan. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 4700 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Yaxshi narxda. Telefon qilaverasizlar. Telefon raqam 93lik 93lik 413 2300.